Usti bilan urishdim darvar ustida. Hamsiyamiz Ismat bilan urishdim, yana suv ustida. Yanami? Ha, yana. O'zingizlar urishasizlar. Mana qara, ustini xotini bilan urushasanmi? Ismat xotini bilan urushasanmi? Yorib tashlayman. O'zi bilan ham urishaman kerak bo'lsa. Menga qara, o'zim seni tirnovka qilib tayyorlantiraman, ertaga jang uyushtiramiz. Yur xotin. Bo'lmasa hozir trinopka qildiraman seni. Ertaga jang tashkillashtiramiz. Davay, turing ketdik. Keqan xotin u yakirqani? Uydan olamiz. Trinopka qilamiz. Uydan. Aha, hardan. Kirqani, kirga tamam, o'zing. 1 to'g'ri ur qani, to'g'ri ur. Qanday? Kir, yana bitta. Tirnovkada qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi. Yur xotin. Xotin zo'r, davay ko'tar. Ha, ishla, o'qirachi. Davay. Xotin isi yoramiz ular, yoramiz. Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Bugungi Samon Press ligamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hamda davramiz to'riga ikki boyislarimizni chaqiramiz. Qani? Kelinglar. Qo'rqmang. Bo'ldi, o'zingizlar bo'lsin. Endi jang boshlashdan oldin men sponsorlarimiz bilan tanishtirib o'tsam. O'zi bitta sponsorimiz bor, u ham chorak magazni. Yutgan odam 2 kilo kartoshka, 2 kilo piyoz, yana 5 litr yo'q. Undan tashqari nakavt qilsa deyapti, 2 kilo go'sht ham qo'shib beraman dedilar. To'g'rimi, nima deysizlar shunga? Ma'qulmisizlar? Davaymi? Davay. Bo'lmasa jangni ochiq e'lon qilamiz. Qani?